Bugun davlat tomonidan aholi salomatligiga berilayotgan e'tibor har qachongidanda yuqori. Sog'liqni saqlash tizimidagi yengilliklar hamda yuqori texnologiyalar sabab mavjud muammolarning katta qismi bartaraf etilishiga erishilmoqda. Shuningdek, turli murakkab jarrohlik amaliyotlari va qimmat baholangan operatsiyalar ayrim bemorlar uchun bepul tarzda amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Farg'ona viloyatidagi bir nechta bemorlar bilan suhbatlashdi. Isaboy ota Jumayev 60 yoshda, So'x tumanining Qalay qishlog'ida istiqomat qiladi. 2 yil avval otaxonni tizza bo'g'inda to'satdan og'riq paydo bo'ldi. Shifokorlar ko'rigi esa bemorni u qadar xursand qilmadi. Ko'ksiy artroz tashxis qo'yildi. Kasallik esa allaqachon 4-darajaga o'tib ulgurgandi. Darddan qutulishning yagona yo'li esa tizza bo'g'inini endoprotezlash amaliyoti edi faqat. Isaboy ota oila, ro'zg'or tashvishlari, marhum yolg'iz o'g'lining farzandlari ehtiyojlaridan orttirib, o'z salomatligini tiklashga moddiy imkoniyat qila olmayotgandi. Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovning So'x tumaniga navbatdagi tashrif chog'ida oilani o'ylantirayotgan muammoga yechim topildi. Viloyat rahbaridan masalada amaliy yordam so'ragan otaxonda bugun Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Unisini qiling, keyin unisi ham qilamiz, yordam qilaman. Homkomizga rahmat endi. Hamma tarafa bizga sharoitlarni qilib beryapti, yaxshi. Ham prezidentimizga ham rahmat. Operatsiyaga muhtoj bo'lgan bemorlarni 23 nafarini belgilab, ro'yxatini shakllantirib, biz viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yo'naltirgan. Bu yerda yuqori texnologik chanoq son bo'g'imi va tizza bo'g'imini endoprotezlash operatsiyalari tashkillangan. Shulardan bugungi kunda 4 nafar bemor biz bo'limimizga kelib yotgan, operatsiyaga tayyorladik. Bemorlarda operatsiyaga qarshi ko'rsatma aniqlanmadi. Hamma bemorlar viloyat hokimini tashabbusi bilan bepul davlat tomonidan operatsiyalar o'tkazilmoqda. Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi. Ushbu markaz bugun farg'onalik ko'plab yurtdoshlarimiz joniga oro kirmoqda. Ilgari poytaxt yoki boshqa davlatlarda o'tkaziladigan 38 xil turdagi yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyotlari ayni vaqtda shu yerni o'zida zamonaviy tibbiy jihozlar yordamida amalga oshirilyapti. Chanoq va tizza bo'g'inini endoprotezlash amaliyoti ham shular jumlasidan. Ta'kidlanishicha, 2017-yilda shifokorlar jamoasi to'plangan tajriba hamda o'rganilgan bilimlar asosida bemorlarda mazkur amaliyotni o'tkazishni boshlagandilar. Bugun esa bir kunda 20 tagacha bemorda ana shunday murakkab jarrohlik amalga oshirilib, shifo istab kelganlarning yuziga tabassum ulashilyapti. 2 kundan beri yotibmiz. Bugun endi mana operatsiya qiladi. O'sha davlat tomonidan endoprotezga qo'yiladi. Men de minnatdor rahmat prezidentimizga, hokim viloyatimizga, hamma doktorlarga